Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugungi kuningizni Alloh xayrli va barakotli qilsin. Shu Depal S03 ni qorasini so'raganlar bor edi. Mana qorasi keldi. Aloqaga chiqsanglar, bugun narxini aytib o'tamiz. Haliroq narxi aniq bo'ladi. Narxini aytib yuboramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar yoki Telegramimizda yozib qoldirsanglar ham bo'ladi. S03 qorasi. Oqi ham bor. Ro'paradagi oqi. Xo'p. 100 lik 175 kilovatlikka 65 ekan. Oqi ham bor. Mana. Oqi ham bor. Bitta shuni o'zini oqi. Aloqaga chiqaverasizlar, besavolinglar bo'lsa bemalol javob qaytaramiz.